Toshkentliklar gapiga javob bergan har doim. Ko'ramiz hozir. Kar gap, ammo boshini egib olganini qaranglar, gapirib kar qildi hozir, yeyveraman deb. Bundan steykga yeb qo'ydingmi? Yemadingmi? Ha, hozir desertiga steyk aka. Ko'ramiz. Kar qiladimi yoki gapiga javob beradimi? Sizlar hamchi karalamanglar-da, o'zinglarni sinab ko'ringlar. Kartusha, ukajonim 15 minut vaqt, 500 ming depozit, 1 litr suv. Suv ham ichib qo'yishim kerak. Xolasang ichma. И bir pochka mizin sovg'asi. Nima qilamiz? To'xta. Bolani mana bunaqa terlarni artib qo'yamiz. Mana. Karlash oqibati mana burger. Mana vaqt. Mana karlash oqibati. Yana karlaysam? Budi. Va yanada yeb to'ymagan yalaban to'ymaydi degani shu-da. Lekin mana biza quruq qo'l bilan hech qachon mehmonlarimizni ketkazmaganmiz. Sotib olish kerak emas, tekinga tushdi. Sizlar ham kar qilmanglar-da, kelib o'zinglarni sinab ko'ringlar. Mazasi yoqdimi? Yaxshimi? Zo'r gap. Так что kar qilish jonga tegmadimi?